Agar siz ham gaymarit bilan tez qaytalanib, davolatib, lekin natija olmayotgan bo'lsangiz va gaymaritdan butunlay qutulish xohlasangiz, bu video aynan siz uchun. Men Mirkamol Nosirjonov, lor jarrohman, 8 yillik tajribaga ega, chet el davlatlarida Avstriya, Italiya, Dubay hamda Rossiya kabi mamlakatlarda malaka oshirganman. Aynan gaymaritni samarali, tez, oson davolash bo'yicha sizga yordam beraman. Bu usul yordamida 3000 dan ortiq bemorlarga yordam berganman va sizga ham albatta yordam beraman. Ko'pchilik bemorlarda gaymarit qayta bo'ladi va buni asl sababini bilishmaydi. Buni asl sababi gaymaritga to'g'ri tashxis qo'yish hisoblanadi. Gaymaritning turlari juda ham ko'p hisoblanadi. Uni oddiygina masalan itlarni turkumiga o'xshatsak bo'ladi. Itlar bu bir oila bo'ladigan bo'lsa, unda turli xil zotlari bo'ladi. Bular bo'lishi mumkin ovcharka, bo'lishi mumkin chixahua, pitbull yoki bo'lmasa boshqa bir turi. Har bir turini aniqlash va unga to'g'ri diagnoz qo'yib va uni davolash o'zgacha hisoblanadi. Bu albatta bemorni holatidan kelib chiqariladi. Diagnoz to'g'ri qo'yilgandan keyin davo usul tanlanadi. Bemorga to'g'ri diagnoz qo'yish uchun esa oldin tekshirish kerak. Hurmatli bemor, bundan oldin bir narsani tushunib olishingiz kerak. Albatta, gaymarit o'zi nima va uni qanaqa turlari bor? Gaymarit bu o'sha yuqori jag', ya'ni ko'zi tagida joylashgan bo'shliqni yallig'lanish hisoblanadi. Olim nomi bilan gaymer bu olim, it bu yallig'lanish, ya'ni gaymarit. Gaymaritda yallig'lanishni turli xil tur sabablari bor deb aytdik. Albatta, ko'pchilik sinusit hamda gaymaritni bir-biridan ajrata olmaydi. Kelgan bemorlar aytishadi, menda sinusit ekan, gaymarit emas ekan deyshadi. O'zi nima degani? Sinusit ya'ni sinus bo'shliq. Insonda 8 ta bo'shliq bor, ya'ni 4 ta chap tomondan, 4 ta o'ng tomondan. Bular ko'zni tepasida joylashgan bo'ladigan bo'lsa, frontid deyiladi. Ko'zni orasida joylashgan bo'lsa, etmedid deyiladi. Ko'zni tagida esa gaymarit deyiladi va oxirida miyani tagida bu sfinidid deyiladi. Bu barcha pazuxalarning yallig'lanishi shu sinusit deb ataladi. Faqatgina ko'zni tagidagi pazuxani, ya'ni bo'shliqni yallig'lanishi bu gaymarit deyiladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, gaymaritning ham turli xil sabablari va turlari bo'ladi. Bular albatta bo'lishi mumkin gaymaritni keltirib chiqadigan sabablarga ko'ra. Bu burunning ichidagi sabablarga ko'ra, burun to'sig'ini qiyshiqligi, pastki burun chig'anoqlarini kattalashib ketishi, allergik rinit hisobiga yoki bo'lmasa polip hisobiga o'sma yoki kistalar bo'lishi mumkin va boshqa bir turi gaymaritni zamburug'li turi hisoblanadi. Bu zamburug'li turi o'tishi mumkin, tishdan o'tishi mumkin, plomba. Ba'zi bir holatda stomatolog vrachlarining tish kanalini tozalayotgan paytda plomba qilinadi va tish kanali gaymer pazuxasiga chiqib turgan bo'ladi anatomik holatda va bu holatda natijada tishdagi plomba pazuxaga, ya'ni bo'shliqqa o'tib ketadi va o'zidan zahar chiqarib, yiring chiqarib yoki zamburug' yig'ib gaymarit keltirib chiqaradi. Bu albatta kompyuter tomografiyasi orqali tashxis qo'yiladi. Umuman olganda sinusit, ya'ni gaymaritni ketishiga ko'ra, davomiyligiga ko'ra o'tkir hamda surunkali turlarga bo'linadi. O'tkir turi bu sizda yallig'lanish boshlanishidan boshlab 3 oygacha belgilar, ya'ni bosh og'rig'i, burundan balg'am oqishi, egilganda og'riqni kuchayishi, ko'zni tepa qismida, ko'zni pastki qismlarida og'riqni bosim orqali berishi, burun bitishi, burundan tomoqqa balg'am oqish, kechalari og'riq, bular hammasi gaymaritning belgilari hisoblanadi va bu belgilar agar sizda 3 oygacha davom etadigan bo'lsa, bu gaymaritning o'tkir turi hisoblanadi. Bu holatda gaymaritning turiga qarab, ketish vaqtiga qarab davo usuli tanlanadi. Agar sizda mana shu belgilar, yuqoridagi belgilar 3 oydan ortiq bo'lgan bo'lsa va tez qaytalanayotgan bo'lsa, bu surunkali turiga o'tgan bo'ladi. Surunkali turida albatta lor shifokor tekshiruv qilib, sizni holatingizdan kelib chiqib, gaymaritning turidan kelib chiqib, operativ davo yoki dorilar bilan medikamentoz davo tanlanadi. Endi sizlar bilan gaymaritning turlari haqida gaplashdik va gaymaritni nega kelib chiqish sabablari, mexanizmi haqida tushuntirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, bu odamning kalla suyagi bo'ladigan bo'lsa, ko'z kosasi va ko'zni tagida, ko'zni tepasida, ko'zni orasida va miyani tagida bo'shliqlar bo'ladi deb aytdik.
Bu bo'shliqlarni tabiiy teshigi burun bo'shlig'iga ochiladi. Ya'ni 8 ta xona bo'ladigan bo'lsa, burunni bo'shlig'i bu koridor, ya'ni zal. Shu bo'shliqqa o'zining tabiiy teshigi orqali ochiladi. Bu tabiiy teshigi gugurt cho'pini bosh qismidagi qanaqa kattalikda, diametrda kattalikda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Agar sizda yallig'lanish, shamollash, allergiya bo'ladigan bo'lsa, bu teshik yopiladi va yopilgani natijasida bo'shliqda, ya'ni gaymer bo'shlig'i yoki boshqa bo'shliqlarda dimlanish bo'ladi. Bu bo'shliqqa ichi qorong'i hisoblanadi, nam hisoblanadi va havo kirmagandan keyin, ventilyatsiya bo'lmagandan keyin dimlanish bo'ladi. Bu dimlanish natijasida o'tda joylashgan shartli patogen, ya'ni bizning organizmda yashayotgan mikroblar, bakteriyalar o'sha yerda ko'payishni boshlaydi va ko'paygandan keyin o'sha gaymerit, ya'ni yallig'lanish jarayonini keltirib chiqaradi. Bu jarayon kelib chiqqandan keyin o'sha teshik yopilgandan keyin bemorda boyagi yuqorida aytgan belgilar yuzaga keladi. Bu holatda davo usuli, eng optimal davo usuli bu tabiiy teshigini ochish. Ya'ni turli xil dorilar bilan burunga qon tomir toraytiruvchi dorilarni sepib bu yo'lini ochish mumkin yoki bo'lmasa tabiiy usulda o'zining tabiiy yo'ldan kirib tabiiy teshigini kengaytirish usulida operatsiya qilish mumkin. Bu albatta shifokor bemori holatidan tekshirib va gaymerit qaysi turi va davomiyligiga qarab kelib chiqadi. Sizda gaymerit kuzatilgandan keyin uni davolashda shifokor tomonidan protokol tuziladi. Ko'pchilik aytadi, garantiya berasizmi? Nega qayta gaymerit bo'lyapman? Nega tuzalib ketmayapman deyiladi. Boyagi aytgan tekshiruvlarni o'tkazgandan keyin gaymeritni davolaganda protokol tuziladi va protokolga ko'ra davo beriladi, buyuriladi. Lekin ba'zi bir bemorlar bu protokolga va shifokor ko'rsatmalariga oxirigacha amal qilishmaydi. Shu sababli gaymerit qayta bo'lishiga olib keladi. Gaymeritda eng optimal tashxislash usuli bu kompyuter tomografiya, burun atrof bo'shliqlarini MCKTS deyiladi va burun bo'shlig'ini kamerada ko'rish hisoblanadi. Rentgen yoki bo'lmasa boshqa usullar gaymeritda hozirgi holatda 100% tashxis qo'yishga kamlik qiladi. Gaymeritda eng optimal, eng to'g'ri davolash usuli qaysi deb so'rashadi. Ko'pchilik holatda gaymeritda burunni lorga borib yuvdirishadi, kukushka qilib yoki bo'lmasa teshtirib, prokol qilib teshtirishadi. Yoki bo'lmasa operatsiya qildirishadi. Hozir sizlar bilan shu davolash usullariga birin-ketin to'xtalib o'tamiz. Agar sizda gaymeritni o'tkir turi bo'ladigan bo'lsa va grippdan keyin, shamollashdan keyin bo'ladigan bo'lsa, agar sizda surunkali turi bo'lmasa, zamburug'lar, poliplar, kista, o'sma bo'lmaydigan bo'lsa, sizda burunni kukushka usulida yuvib davolash hamda turli xil dori, burun qon tomir torayuvchi dorilar, antibiotiklarni, antiseptiklarni va yiringni suyultiruvchi dorilarni berib davolash mumkin. Agar sizda 3 oydan ortiq holatda bo'ladigan bo'lsa, lekin yuqorida ko'rsatilgan davolash usullarini qildingiz, natija bo'lmadi. Bu usulda sizda 2 xil davolash uslubi qoladi. Birinchisi teshib prokol qilib, ikkinchisi operatsiya usulida. Ko'pchilik prokol qilib teshib davolaganda qayta gaymerit bo'lib qolyapman deb o'ylashadi. Lekin bu xato. Prokol qilib teshib davolash usulini hech kim hali voz kechmagan O'zbekiston sharoitida. Lekin rivojlangan davlatlar, Yevropa, Amerika va boshqa davlatlarda bu usuldan voz kechishgan. Sababi ularda meditsina rivojlangan va barcha amaliyotlar davlat shifoxonalarida mavjud. Gaymeritni teshib prokol qilib davolashni minus tomonlari, siz gaymeritni keltirib chiqaradigan asl sababini yo'qotmaysiz. Aksincha, gaymeritda o'sha yiringni chiqarib tashlashga qaratilgan muolaja turi hisoblanadi. Bu usulda gaymeritni teshganda tabiiy teshigidan emas, yon tarafda, pastki tarafdan, pastki burun chig'anog'idan teshiladi va yuvilgan holatda tabiiy teshigidan yiring chiqishi mumkin. Lekin siz bu yerda gaymeritda asl sababini, ya'ni bu tishdan o'tgan yiring bo'lishi mumkin, plomba bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa gaymeritda tabiiy teshigi yopilib bloklanib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni sababini yo'qotmasdan turib,
faqatgina asoratni, ya'ni yeringni chiqarib tashlaysiz. Qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsam, ichi ketayotgan bolada pampersini almashtiryapsiz, lekin ichi ketish sababiga dori bermayapsiz. Shu sababli gaymaritni teshib, prokol qilib davolash va burunni kukushka usulida yuvish eng optimal usul hisoblanmaydi. Gaymaritni davolashni 3-usuli operatsiya usulida davolash. Bunda ham ikki xil operatsiya usuli bor. Oldingi eski SSR paytidan qolgan usul bu gaymaritni yuqori jag', ya'ni tishni yuqori qismidan, lunch tagidan, milkdan kesib turib, kirib turib, ichkarida yiringni tozalash va gaymir pazuxasini, ya'ni bo'shliqni, shilliq qavatini qirib tashlash. Bu hozirgi zamonaviy meditsinada, zamonaviy usulda bu usuldan voz kechishgan. Ba'zi holatlarda 1-2% holatda bu usulda qo'llaniladi, ya'ni o'smalar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa chirish alomatlari bo'ladigan bo'lsa bu usuldan foydalanish mumkin. Lekin gaymaritni boshqa turlarida bu usuldan voz kechilgan. Gaymaritni operatsiya qilib davolashda eng optimal usuli bu burun bo'shlig'idan kirib, o'zini tabiiy teshigidan, o'zini eshigidan ochish va kengaytirish hisoblanadi. Bu juda ham effektiv usul hisoblanadi, ya'ni tabiiy teshigini ochganingizda o'sha bo'shliqda havo aylanishi yaxshilanadi, bo'shliqda shilliq qavatini zararlamasdan tiklaganingiz natijasida bo'shliqda o'zi tozalash funksiyasi amalga oshadi, havo kiradi va burun o'sha bo'shlig'i bilan o'sha gaymir bo'shlig'i yoki boshqa bo'shliqlarni tabiiy teshigi birlashgan natijasida bemorda shifo berish kuzatiladi. Gaymarit operatsiyasida eng optimal butun rivojlangan davlatlarda va biz qo'llab kelayotgan usul burun bo'shlig'idan kirib, tabiiy teshigini kengaytirish. Bunda millimetr holatda kameralarda ishlatiladi. Kamerada ko'rib ishlaganda ko'zga, miyaga yoki bo'lmasa muhim qon tomirlariga ziyon yetkazilmaydi. Bemorda muhim anatomik qon tomirlar, nervlar saqlanadi. Bemorda tabiiy teshigidan kirganda tiklanish, operatsiyadan keyingi og'riqlar, operatsiyadan keyingi bo'ladigan asoratlarni oldi olinadi. Bu usulni o'zini oqlaganligi o'sha bemorni tabiiy burun bo'shlig'idan kirib, gaymir bo'shlig'i yoki bo'lmasa boshqa bo'shliqlarni birlashtirib qo'ygan natijasida havo aylanadi, bemorda shilliq qavati saqlanadi va o'zini o'zi tiklash, o'zini o'zi tozalash xususiyatlari saqlanib qolinadi. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsam, agar sizda gaymarit bo'lsa va bundan effektiv, tez, oson hamda butunlay qutulishni xohlaydigan bo'lsangiz, bunga birinchi navbatda to'g'ri diagnoz qo'yish kerak. To'g'ri tashxis qo'yilgandan so'ng bemorga to'g'ri davo lecheniyasi tanlanadi. Bu davo bo'lishi mumkin konservativ, ya'ni dorilar bilan yoki bo'lmasa operativ, ya'ni xirurgik. Bu davolarning barchasi sizni to'g'ri yo'lga, shifo topishingizga sababchi bo'ladi. Agar siz videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizda gaymaritdan qutulish istagi bor. Sizning oldingizda ikkita yo'l bor. Birinchisi qayta gaymarit bo'lib davolatib yurish, ikkinchisi gaymaritni to'g'ri tashxis qo'yish va undan qutulish. Agar tanlovingiz gaymaritdan butunlay qutulish bo'lsa, pastdagi link ustiga bosing va konsultatsiyamga yoziling. Konsultatsiyada men sizga gaymaritga to'g'ri diagnoz qo'yish va undan qutulishda yordam beraman. Lekin joylar soni cheklangan. Bu oy atigi 50 ta odamga konsultatsiya qila olaman. Shuning uchun shoshiling, hoziroq konsultatsiyaga yoziling.